Bu video o'zi kimlarga to'g'ri keladi? Har bitta odam o'zini passiv daromad yaratgisi keladi. Shu sababdan ularga kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu kriptovalyuta emas, forex emas. Tez pulga ishonmagan, kazino tradingga qarshi va shu soha orqali 23 yoshligimdan boshlab pensiyaga chiqqanman. O'zi aksiya nima, qanaqa qilib sotib olsa bo'ladi, qaysi broker ishlatgan ma'qulroq? Assalomu alaykum do'stlar, sizni ko'rganligimdan xursandman. Xudo xolasa biz aksiyalar haqida gaplashib o'tib ketamiz. O'zi aksiya nima, qanaqa qilib sotib olsa bo'ladi, qaysi broker ishlatgan ma'qulroq, qanaqa portfel tuzsa bo'ladi va qaysi odamlarga ko'proq to'g'ri keladi, shu haqida gaplashib o'tib ketamiz. Yana halol yoki halol emas joylarni ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga va qancha pul topsa bo'ladi, qanaqa pul ko'paytirish strategiyasini ham tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Videoni oxirigacha ko'rsanglar. Aksiyani tushuntirishimdan oldin sizlarga bir narsani aytib qo'yay. O'zi bu sohadan qancha odamlar pul topgan, nech pul ko'tarishgan, shu narsalar bo'yicha sizlarga informatsiyani berib o'tib ketaman. Birinchi odamimiz bu Julian Patrulus, Avstraliyadan chiqqan oddiy yigit. Bu odamga ko'p investorlar ko'rib juda hayratda bo'ladi. 2020-yildan boshlab shu odam aksiyalar orqali 120 million dollar kapital yig'ib borgan. Bu kriptovalyuta emas, forex emas. Ko'proq Tesla, Nvidia va Palantirga o'xshash kompaniyalarga kiritib borgan. Agar shu kompaniyani tushunmayotgan bo'lsangiz, video davomida hammasini tushuntirib o'tib ketaman sizga. Bu odamimiz tez pulga ishonmagan, kazino tradingga qarshi va 2022-yilda katta qulashida ham sotmagan aksiyalarni. Aynan shu sabr qiyinchilikdan o'tgandan keyin juda katta foyda qilgan. O'zi uni strategiyasi qanaqa? Kunlik sotib olib targovlar emas, forex emas, signallar orqali targovlar emas. 1 yoki 3 ta aksiyalarni saralab olib, 2 yil, 3 yil kutib o'sha narsasini sotib yuboradi. Misol uchun sizga tushuntirib o'tib ketaman. Aksiyalar narxi pastga tushib chiqib boradi. Narxlari tushib borganligida sotib oladi va narx chiqqanligidan keyin sotib oladi, qanchadir muddat kutib. Oddiy misolda telefonlar narxi farz qilamiz, Apple narxi bilgan bo'lsangiz, mana shu yil deklaratsiyalar orqali ko'payib narxlari qimmatlashib ketdi. O'sha payt sotib olganligingizda 200-300 dollar foyda qilgan bo'lardingiz. Shunaqa sifatda spekulyatsiya qilib targovlar qilgan bu odamimiz. Bu odamimiz qaysi aksiyalardan ko'proq pul qilganligini so'rasangiz, Tesla kompaniyamiz bilsangiz Elon Muskga tegishli. Bu odam Elon Muskga ishonganligi uchun, Donald Trump bilan yaqin bo'lganligi uchun informatsiyalar orqali shu kompaniyaga kiritib qo'ygan va juda katta foyda qilgan. Imminni erta yo'nalishida. Nvidia degan aksiyamiz bor. Shu kompaniyaga ham sun'iy intellekt hali boshlanishidan oldin shu kompaniyaga ishonib pullarni kiritib qo'ygan va juda katta foyda qilgan. Va shu odamga juda katta hayratda qolaman, sababi 50 ming yoki 20 ming dollarlik pozitsiya ochmaydi. 5 million, 3 million, 20 million dollarlik aksiyalarni sotib olib, qanaqadir vaqt muddatida kutib juda katta foydalar qiladi. Xo'p, keyingisi bu GameStop aksiyalarini sotib olgan odam. Juda qiziq informatsiya. 2020-yilda bu odam sotib olgan. Bu odamning oti Kate Gill. Bu istoriya haqida video ham chiqqan, ko'rsanglar bo'ladi. Bu odamimiz boshida 53 ming dollar pul kiritib GameStop aksiyalariga 1 yildan keyin 48 million dollar pulga ega bo'lgan 2021-yilda o'zida. 20-yilda kiritib 21-yil ichida 48 millionga aylangan bu pullari. Bu degani pozitsiyasi 900x oshib borgan. Hozirgi payt sotormaganligida 2024-yilda o'zida 200 million dollarga baholanardi shu odam aksiyalari. Hozirgi kunda 268 millionga baholangan bo'lar edi. Bugun o'z nimadan ko'rib chiqamiz? Aksiya o'zi nima, kimlarga to'g'ri keladi, qanaqa turlari bor? Kompaniya qanaqa ochiladi? Bank yoki IPO turlari, IPOgacha va IPOdan keyin holatlari, broker qanaqa ishlashi, bozorlarni solishtiramiz, forex, kripto va hokazo. Aksiya orqali qancha pul topsa bo'ladi o'zi va portfel qanaqa tuzilishi bo'yicha gaplashib o'tib ketamiz. Bu video o'zi kimlarga to'g'ri keladi? O'rta daromadli yoki sohani o'rganmoqchi bo'lgan odamlar, bankirlar bo'lishi mumkin, har oy foyda topishadi, qayerga pul kiritishni bilishmaydi. Ular ham qiziqishadi imini aksiyalarga va boshqa yo'nalishga. Buxgalterlar bo'lishi mumkin, menejerlar bo'lishi mumkin. Har bitta odam o'zini passiv daromad yaratgisi keladi. Shu sababdan ularga ham kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Mutaxassislar, treyderlar, bir xil treyderlar forex yoki kriptovalyuta boshqa narsalarga aralashib ketgan bo'lishadi va pullari zararda turgan bo'lishi mumkin yoki pullarini yo'qotib yuborgan bo'lishi mumkin va stabil daromad qilmoqchi bo'layotgan odamlar bo'lishi mumkin. Davlat ishida ishlaydiganlar vaqti juda kam bo'lishi mumkin, ularga vaqtini ajratmasdan tezroq pul topish, passiv daromad yaratish. Frilanserlar bo'lishi mumkin, naprimер, marketolog, targetolog, boshqa har xil turli odamlar o'zining professiyasiga bog'langan odamlar. Endi logistlar o'zi yaxshi pul topishadi, qaysi joyga pul kiritishni bilishmaydi. Shu sababdan ularga ham juda ham kerak bo'ladi. Chet elda yashab yurgan juda ko'p odamlarni ko'rdim. Bu odamlar qiynalib O'zbekistonga qaytib kelgisi kelishadi. Yaxshi pul topishadi, o'sha pullarni bekordan bekor moliyaviy savodxonlik yaxshi bo'lmaganligi uchun ketkizib qo'yishadi. Va shu narsaga
passiv daromad orqali ko'paytirib, ular foydasiga chiqib olishi mumkin. Va tadbirkor investorlar biznes qilib o'xshata olmaganlar. Например, o'zimda ham juda ko'p bo'lgan bu narsa. Men ham ko'p biznes ochganman va o'xshata olmaganman, chunki aktiv bilan passiv biznes bor-da. Bu odamlar azin chalkashib ketgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan bizneslari bankrot bo'lgan bo'lishi mumkin. Bularga именно passiv daromad yaratganligi juda ma'qul bo'ladi. Investitsiya qilib kuyganlar, har xil investorlar bor, uyga tikadi, nimadirga tikadi, tushunmasdan kuyib qolishadi. Va shu sababdan ularga maslahatim aksiyaga kirib borsa, pullarini xavfsiz va halol ko'paytirib olsa bo'ladi. Moliyaviy savodxonlikni oshirmoqchi bo'lgan odamlar bir xil odamlar bo'ladi, o'sha levelga tayinlanib kelmagan bo'ladi-da. Faraz qilamiz, o'zimda ham bo'lgan, bitada $1 million pul topib qo'ygan paytim bo'lganda, men bilmaganman pul ishlatishni va sarflab yo'q yuborganman. Shu pul bankrot bo'lishimga katta ta'sir qilganda. Shu sababdan aytaman, moliyaviy savodxonligingizni ham ancha kuchaytirishingiz kerak bo'ladi. Qisqacha o'zim kimman? Ko'pchilik odam so'rashi mumkin, "Sen aksiyalar o'zi haqida nima gapiryapsan? Sen o'zi mutaxassismisan, kimsan?" deb so'rashi mumkin. Men otim Ismoilov Hojiakbar, tadbirkor va investorman. Shu aksiya sohasida 7 yildan beri ishlab boraman, trade qilaman, investitsiya qilaman, spekulyatsiya qilaman va hokazo. Va $3 million portfelni boshqarganman va shu aktivlar orqali hozirgi paytda ikkita passiv biznes yaratib qo'yganman. Birinchisi bu Wanderlux kompaniyasi ko'chmas mulklarga bog'langan, $1 million obroti kattaroq yiliga. Ikkinchisi bu OnVision degan startap. Bu kompaniya $3 million baholanmoqda hozirgi kunda. Va shu soha orqali 23 yoshligimdan boshlab pensiyaga chiqqanman. Va hozir ishlamasam ham oylik pul daromadim kelib turadi. Uxlasam ham, tursam ham va hokazo. Endi do'stlar, biz mavzuga kirish qismiga keldik. Daftar ruchkalarni olib olinglar, diqqatli bilan ko'rishni boshlanglar, chunki juda ko'p informatsiyalar berib ketaman sizlarga. Xo'p, birinchisi biz investitsiya aktivlar turlari haqida gaplashib ketamiz. Investitsiya bu pulingizni ishlatish, to'g'ri pul joyiga kiritish. Bizda turlari bor. Aksiyalar bu stok deb ataymiz. Kompaniyaning ulushini sotib olib foyda qilasiz. Narxi o'ssa, kapitalingiz ham o'sib boradi. Dividendli aksiyalar bor. Dividendli aksiyalarda siz kompaniyani sotib olasiz va kompaniya sizga har oy yoki har kvartal 3 oy sizga oylik daromadda pul berib turadi, nechadir foiz. ETF o'zida bitta instrumentda ko'p kompaniyalar yig'ilgan bo'ladi. Siz risksiz kirsangiz bo'ladi bu anaqaga. Eng xavfsiz narsalardan biri. Xo'p, obligatsiyalar kompaniya yoki davlatdan qarz berish. Xavf past va daromadi ham past bo'ladi. Penny stocks kichik kompaniyalar, kapitalizatsiyasi kam bo'lgan kompaniyalar potensiali juda katta bo'ladi va juda katta foyda qilishingiz mumkin. Bir xil tanishlarim bor, $50 ming pul kiritib, $800 ming yoki $1 million qilib qo'ygan joylari ham bor-da. Bir kvartalda o'zida bu nereal narsa. Bir kvartal degani 3 oy o'zida. Ammo xavfi juda ham yuqori bu narsalarda. Opsionlarda 50-50 joyi bor. Sababi siz bir xil joylarda ruxsat berilgan joyi bor, musulmonlar idorasidan, bir xil joylarda zapret joylari bor. Sababi siz kapitalizm ushlab borishga juda ham yaxshi instrumentdan biri. Bu murakkab instrument, katta risk va faqat tajribali odamlar uchun to'g'ri keladi. Keling do'stlar, endi sizlarga qanaqa kompaniya ochilishi va qanaqa shu kompaniya orqali foyda qilishingizni tushuntirib o'tib ketaman. Bilsanglar, o'sha kompaniyaning ulushini sotib olasiz, to'g'rimi? Sotib olganingizdan keyin sotib olishingizdan oldin shu kompaniyani analiz qilishingiz kerak. O'zi kompaniya realniymi, realniy emasmi, qanaqa yurib borgan, shu narsa istoriyasini bittalab gapirib o'tib ketaman sizlarga. O'zi kompaniya ochilishidan oldin, aksiyalarga chiqishidan oldin qaysi etaplardan o'tib boradi va bizning qo'limizgacha yetib boradi. Shu narsani ham gapirib o'tib ketaman sizlarga. Endi boshladik. Bizda ikkita odam bor. Faraz qilamiz, bittasi Og'abek, bittasi Islombek. Og'abekda ideya bor, Islombekda pul bor. Og'abek Islombekka oldiga borib, biznes ideya bilan boradi. Keling, meni biznesimga pul kiriting, investitsiya qiling deydi. Xo'p deydi, o'sha payt biznes yaraladi. O'sha payt biznes yaralgandan keyin sherini bo'lishib olishadi. Mana bu odamda 50%, bu odamda 50%. Shundan keyin bu odamlar rasxod qilishni boshlaydi. Faraz qilamiz, $100 ming kiritdi bu odam. Rasxodlarni qilib bo'lgandan keyin ofisga bunga rasxod qilib bo'ldi Og'abek va pul qolmadi. Endi aytadi Ilhombekka, "Keling, yana pul menga kiriting" dedim. U odam, "Menda puli yo'q." Endi ularda ikki xil tanlov bor. Bankdan pul olish yoki IPOga chiqarish kompaniyasini. Endi qiziq tomoni, IPOga chiqarilgandan keyin bizga o'xshagan investorlar sotib olishi mumkin. O'shandan keyin shu aksiyalarni biz aniq-taniq ko'rib olishimiz mumkin. Kelli shuni ham gaplashib o'tib ketamiz. Bankdan bu kompaniya qarz olsa, kredit bor, foiz bor, qarz bu ularga to'g'ri kelmaydi. Eng oson varianti bu kompaniyaning ulushini sotish. Bizga o'xshagan odamlarga kompaniyaning ulushini sotish va o'shanaqa orqali biz bilib olamiz. Qarz yo'q ularda, investorlardan pul tortib olishadi bular. Endi sizlarga IPO gacha bo'lgan narsani gapirib o'tib ketaman. Kompaniya o'zi yopiq bo'ladi IPO ga chiqishdan oldin. Faraz qilamiz, menga o'xshagan odam birja orqali sotib ola olmaysiz bu aksiyani. Yopiq aksiya bo'ladi. Faqat kattaroq puli bor odamlar kelib, o'sha kompaniyani 20%, 30% ni olaman. Например, $1 million turibdimi shu kompaniya. Men 200 ming yoki 300 ming pul kiritaman, menga amuncha foiz berasan deydi. Shunaqa katta сделкалар bo'ladi. Undan oldin IPO gacha. Bu jarayonda tekshiruvlar, boshqa narsalar bo'ladi.
IPOdan keyingi holat kompaniyamiz birjaga chiqadi. Birjaga chiqqandan keyin bizga o'xshagan odamlar kichkina miqdorda sotib olishimiz mumkin bu aksiyalarni. Faraz qilamiz, birjaga chiqqandan keyin 10% yoki 20% ni chiqarishadi. 1 million dollar turibdi narxi kompaniyani. 20% bu 200 ming to'g'rimi? 1 million taksi chiqarishdi. 5 dollardan 10 dollardan. Va bizning odamlar har bittasini 5 dollardan 10 dollardan sotib olishga huquqimiz ega bo'ladi. O'shandan keyin bizga o'xshagan odamlar sotib olib, shundan foyda qilishimiz mumkin. Endi so'rashingiz mumkin, bu kompaniya sotib olganligimdan keyin kompaniya nolga tushib ketmaydimi yoki men zararimni qilib qo'yishim mumkin deyishingiz mumkin. Bu kompaniya IPOdan chiqishdan oldin juda ko'p tekshiruvlardan o'tadi. Tekshiruvdan o'tgandan keyin birjaga chiqishga huquqi bo'ladi. Undan oldin chiqishga huquqi yo'q bo'ladi. Endi do'stlar, broker haqida gaplashib o'tib ketamiz. Broker o'zi nima? Investor aksiyalarni to'g'ridan-to'g'ri sotib ola olmaydi. Broker bu o'rtakashimiz bo'ladi. Shotimizni ochib beradi. Siz xohlagan aksiyalarni saralab beradi. Saqlab beradi aksiyalaringizni va sug'urta bilan himoyalab beradi portfelingizni. Bu degani pulingizni brokerga kiritib, aksiya bozoriga spokойно kirib sotib olsangiz bo'ladi. Endi so'rashingiz mumkin, qaysi brokerlarda ishlashim mumkin desangiz, IBKR degan brokerimiz bor, Webbull degan brokerimiz bor, Ameritrade degan brokerimiz bor va Thinkorswim bor. Undan keyin Freedom Finance bor. Freedom Finance bilan yaqinda gaplashdim. O'zbekistonda filiali bor. 2026-yilda международный aksiyalarga chiqish xudo xolasa anaqasi bo'ladi. Hozir faqat O'zbekiston aksiyalarini sotib olsangiz bo'ladi. Международныйga chiqsa, bu degani zo'r imkoniyat beriladi. Sababi hozir stop qilib qo'yishgan. Faqat 100 ming dollar plyus bo'lsa, aksiya sotib olsangiz bo'ladi u yerda. Juda ko'p minusda kiritib qo'yishgan. Endi xudo xolasa prezident ukazi bilan yengillanishi mumkin. Endi do'stlar, biz bozorni solishtiramiz. Bizda bozorlarimizda kripto bozori bor, forex, metal va aksiya bozorlari bor. O'zi nimaga aksiya yaxshiroqligini tushuntirib o'tib ketaman. Likvidnost juda ham yuqori. Likvidnost degani aksiyalar bozorida juda ko'p pul aylanadi. Faraz qilamiz, kriptovalyuta bozorida 2-3 trillion dollar pul aylanadi. O'sha ham ko'proq fokus kriptovalyuta qaysi Bitcoin va Ethereumga bog'langan. Qolgan mem coinlar yapshi qiziq emas. Forexda kuniga 2-3 trillion pul aylanishi mumkin. Aksiyalarda 127 trillion pul aylanadi. Juda katta likvid degani, kapitalizatsiyasi juda katta va realniy kompaniyalar ham juda ko'p. Va esingizda tursin, biz cash account targovli qilamiz. Bu qimor emas. Xo'p, endi do'stlar, biz portfel tuzishga gaplashib o'tib ketamiz. Bizda ikki xil portfel bor. Birinchisi bu spekulyant, ikkinchisi bu uzoq muddat portfelimiz. Spekulyant portfelimizda biz qisqa muddatli targovli qilamiz. 1 oylik, haftalik yoki kvartallik targovli bo'ladi. Ozgina yuqoriroq riski bo'ladi va tez foydaga chiqishingiz ehtimolligi yaxshi bo'ladi. Uzoq muddatli portfelimizda biz ETF larga kiritib qo'yamiz. Eng bezriskoviy dividend aksiyalarga va boshqa barqaror o'sish ko'rib boramiz. O'zi eng to'g'risi gibrid portfel yaratgan yaxshiroq. Men o'zim gibrid portfel yaratganman. Men o'zim aksiyalar narxi pastga tushib borganligida sotib olib, tepaga chiqqanligida foydasini kiritib boraman va shunaqa spekulyatsiya qilib foydamni ko'paytirib borganman. Qaranglar, endi sizlar qancha pul topishingiz mumkin, shu narsalar bo'yicha ham gaplashib o'tib ketamiz. Aksiyalarda 30 yoki 200% kvartaliga, bu 3 oyda deyishim mumkin. Bu aktiv strategiya qilsangiz, riski o'rtacha bo'lganligida, spekulyatsiya qilganligingizda. Dividendli aksiyalarda prosto narximiz o'sib boradi va har oy siz o'zingizga qanaqadir miqdorda pulingizni olib borasiz. Penny Stocksda 300% dan 1200% kvartaliga, bu juda ham nereal foyda. Bu degani 10 ming dollar kiritsangiz 30 ming dollardan 320 ming dollar, 360 ming dollarga chiqib qo'yishingiz mumkin. Bu risk juda ham yuqori, nolga tushib ketishi ham mumkin. Shu narsani ham esingizda tursin. Undan keyin bizda ETFlar bor. ETFlarda bunchalik katta emas foydamiz, chunki bu eng riski yo'q aktivlardan biri bo'ladi. 10 yoki 35% yilligi bo'lishi mumkin. Shu sababdan 0 dan boshlaganlarga bu mos to'g'ri keladi. Bankka kiritgan harom narsa kiritgandan ko'ra shunga kiritib qo'yganlik qiziqroq bo'ladi. Do'stlar, bu kontentni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, обязательно like qo'yishingiz esdan chiqmasin va qanaqadir informatsiya bo'lsa, keyingi videolarda shu narsani olib chiqaman. Kommentariy yozib ketsangiz bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozib ketsanglar, keyingi videoda shu narsani olib chiqamiz, xudo xolasa. Va meni kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, moliyaviy savodxonlik bo'yicha informatsiyalar berib ketaman. Aksiyalar bo'yicha, investitsiya bo'yicha Telegram kanalim bor, YouTube'im bor va обязательно Instagram'im bor. Hammasini ko'rib o'tketsanglar bo'ladi.